Bugungi videomizda do'konimizdagi brilliantlarni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Agar siz shu kunlarda o'zingizga yoki yaqinlaringizga qadrli bo'lgan brilliant shunaqa qimmatbaho narsalarni olmoqchi bo'lsangiz, sizlarga bozordan arzon narxda bo'lgan brilliantlarimizni ko'rsatib o'tmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu brilliantlarimizni siz o'zingizga olasizmi yoki sovg'aga olasizmi, sizni uyaltirib qo'ymaydi. Bakuda ishlab chiqarilgan probasi 750 va sifati baland brilliantlarni sizlarga o'zi bozordan arzon narxda ko'rsatyapmiz. Bozorda bu brilliantlarimizni o'zi 30-40% qimmat sotiladi, lekin bizadan bu brilliantlarni shunaqa chegirmada xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi bo'lib uzuvlarimizdan boshlaymiz. Birinchi uzugimizni 4.05 gram brilliant toshlarini karati 0.52 karat chiqyapti. Teylari sarutilladan yasalgan. Uzugimizning razmeri 18,5 razmerda. Buni gramini $190 dan hisoblab, общий narxini $770 qilib beramiz. Keyingi uzugimizni 4.11 gram chiqyapti. Brilliant toshlarini karati 0.60 karat ekan. Bu uzuvning razmeri 18, buni ham gramini $190 dan hisoblab, общий narxini $780 qilib beramiz. Bu uzugimizning grami 4.32 gram chiqyapti. Toshlari oppoq, 0.72 karat brilliant toshlar qo'yilgan. Bu ham sariq tilladan yasalgan. Buni razmeri ham 18, gramini $190 dan hisoblab, общий narxini $820 qilib beramiz. Sitefor modelli modadan qolmaydigan modeli, ustilari qora rodi qilingan, 5 ta tosh qo'yilgan, katta yaxlit tosh qo'yilgan. Bu uzugimiz ham sariq tilladan yasalgan. Probasi 750 proba, 5.03 gram tillasi bor, 0.60 karat brilliant toshlar qo'yilgan ekan. Bu uzugimizning ham razmeri 18 razmerda, gramini $157 dan hisoblab, общий narxini $790 qilib beramiz. Oq tilladan yasalgan baget uzugimizni probasi 750, ustidagi bagetni xohlasangiz bu tarafga, xohlasangiz bu tarafga mana surib ham qo'ysangiz bo'ladi. Brilliant toshlarini karati 0.55 karat chiqyapti. 5.44 gram tillasi bor ekan. Bu uzugimizni gramini $182 dan hisoblab, общий narxini $990 qilib beramiz. Razmeri 18,5 razmerda. Bu uzugimizni markiza model, ustidagi toshlarini ko'ryapsizmi? Oppoq toshlar qo'yilgan. Katta yaxlit toshlardan o'rtasiga qo'yilgan, chetlariga mayda toshlardan qo'yilgan. Grami 7.13 gram chiqyapti. Brilliant toshlarini karati 1.40 karat ekan. Bu uzugimiz ham 750 probadan yasalgan. Uzuvning razmeri 16,5 razmerda. Gramini $175 dan hisoblab, общий narxini $1250 qilib beramiz. To'rt burchak klassik qilib yasalgan uzugimizni brilliant toshlarini qarang. Bunga ham katta yaxlit toshlar qo'yilgan. Grami 7.37 gram chiqyapti. Brilliant toshlarini karati 1.20 karat ekan. Uzuvning razmeri 18 razmerda. Bu uzugimizni ham $170 dan hisoblab, общий narxini $1250 qilib beramiz. Daroshka modeldagi uzugimizni bu uzuvlar eng xadovoy model hisoblanadi. Juda ham ko'pchilik do'konimizga mana shunaqa uzuvlarni so'rab kelishadi. Mana sizlarga arzon narxdan ko'rsatyapman. 7.75 gram ekan, 0.93 karat brilliant toshlari bor. Bu uzugimizning razmeri 19,5 razmerda, gramini $174 dan hisoblab, $1350 qilib beramiz. Yevropeyskiy modeldagi uzugimizni ko'rsataman. O'rtasidagi toshni ko'ryapsizmi? Katta yaxlit brilliant tosh qo'yilgan. Bunaqa razmerdagi toshli brilliantlar o'zi ancha-muncha qimmat sotiladi. Brilliant toshlarini karati 2 karat chiqyapti. Oppoq toshlar qo'yilgan, 750 probada, tillasini og'irligi 523 gram chiqyapti. Uzuvning razmeri 18,5 razmerda ekan. Bunaqa uzuvlarni hozirgi kunda o'zi sotilish narxi $2000 dan qimmat sotiladi, lekin bizadan arzon narxdan olsanglar bo'ladi. Narxini $1250 qilib beramiz. Bu ko'rib turgan daroshka uzugimizni Bakuda ishlab chiqarilgan, probasi 750. Bakuni ham oddiy zavodidan chiqmagan, Bravo degan zavoddan chiqqan. Bilasiz, Bravo zavodidan mana shunaqa oppoq ideal toshlar qo'yib, kачествоsi ham zo'r uzuvlar chiqadi. Bu uzuvni shunaqa joydan chiqqan bo'lsa ham bizga arzonroq kelib qolganligi uchun sizga ham arzon narxdan beraveramiz. 2286 gram chiqyapti. 380 karat brilliant toshlari bor ekan, ko'ryapsizmi? Qator qilib terib qo'yilgan, teylari sariq tillada. Bu uzugimizning razmeri 19,5 razmerda. Buni gramini $160 dan hisoblab, общий narxini $3660 ga olsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda o'zi 750 probali oddiy brilliant toshlari yo'q uzuvlarni ham $150-160 dan sotilyapti. Lekin bizadan mana $160 dan bu uzugimizni brilliant toshlari bilan olsangiz bo'ladi. Jo'ski brasletlarimizni 5 tasini sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu brasletimizni baget toshlardan ishlangan braslet, ko'ryapsiz, ustilari to'rt burchak qilib ishlangan. Grami 766 gram chiqyapti. 0.90 karat brilliant toshlari bor ekan. Oq tilladan yasalgan, razmeri standart 18 razmerda. Bu brilliantimizni gramini $175 dan hisoblab,
narxini 1340 dollar qilib beramiz. Ikkinchi baget brasletimizni bu ham Bakuda ishlab chiqarilgan, oq tilladan yasalgan. Zavodi Braun'niki. Ustiga toshlarni ko'ryapsizmi? Ikkalasida ham, kaplida ham, e'tibor burchasida ham baget toshlar qo'yilgan. Grammi 934 gram chiqyapti. 120 karat brilliant toshlari bor ekan. Buni grammini 180 dollardan hisoblab 1690 dollarga olsangiz bo'ladi. Menga oq tilla kerak emas, sariq tilladan yasalgan braslet kerak deyotgan bo'lsangiz, mana sizga 750 probadan yasalgan yangi chiqqan brasletimizni ko'rsataman. Onun 32 gram tillasi bor ekan. Brilliant toshlarini karati 1.33 karat chiqyapti. Bu brasletimizning ham razmeri 18 razmerda. Buni grammini 165 dollardan hisoblab, общий narxini 1700 dollarga olsangiz bo'ladi. Brilliant daroshka brasletimizni, bu ham sariq tilladan yasalgan 750 proba, grammi 15.03 gram chiqyapti. Bu model hozirgi kunda juda ham spros yuqori bo'lgan model. Brilliant toshlarining karati 0.95 karat chiqyapti. Bu brasletimizning grammini 170 dollardan hisoblab, общий narxini 2550 dollar qilib beramiz. Joski brasletlarimizning oxirgisini ko'rsataman. Bu ham daroshka qilib ishlangan brasletimiz. 750 proba Bakuda ishlab chiqarilgan. Grammi 12.91 gram chiqyapti. Brilliant toshlarining karati 1.10 karat ekan. Razmeri standart 18 razmerda. Bu brasletimizni 175 dollardan hisoblab, общий narxini 2260 dollarga olsangiz bo'ladi. Komplekt uzuv zireli qarayotganlar uchun sizlarga 10 ta zo'r variantni ko'rsataman. Birinchisi 687 gram chiqyapti. 0.92 karat brilliant toshlari bor ekan. Uziga 18 razmerda, grammini 175 dollardan hisoblab, 1200 dollarga olsangiz bo'ladi. Bu komplektimizga natural rubin toshlardan qo'yilgan, chetidagi toshlari brilliant oq tilladan yasalgan 750 probada. Brilliant komplektimizning grammi 8.07 gram chiqyapti. Uzuni razmeri 17,5 razmerda ekan. Grammini 160 dollardan hisoblab 1290 dollarga olsangiz bo'ladi. Brilliant toshlarining karati 1.10 karat chiqyapti. Shu paytgacha modadan qolmagan areyski modelimiz, grammi 872 gram, brilliant toshlarining karati 0.70 karat ekan. Buni uzigining razmeri 18,5 razmerda chiqyapti. 0.70 karat brilliant toshlari bilan sizlarga 182 dollardan hisoblab, bu komplektimizni 1590 dollar qilib beramiz. Klassический modeldagi komplektlarni kutayotgan bo'lsangiz, mana mashinasi aynan klassический model hisoblanadi. Grammi 10.44 gram ekan, uzun razmeri 17 razmerda. Bu komplektimizga 1.46 karat brilliant toshlardan qo'yilgan. Grammini 191 dollardan hisoblab, общий narxini 2000 dollarga olsangiz bo'ladi. Salyut modeldagi brilliant komplektimiz sariq tilladan yasalgan, probasi 750, zirelarini orqasi angliskiy qilib ishlangan. Buni общий grammi 13.44 gram chiqyapti. Uzuni razmeri 19 razmerda. Grammini 160 dollardan hisoblab, общий narxini 2150 dollarga olsangiz bo'ladi. Bu komplektimizga 120 karat brilliant toshlardan qo'yilgan. Agar sizga komplektimizning kloni bilan kerak bo'lsa, mana sizga polniy nabor qilib olsangiz bo'ladigan komplektimizni ko'rsataman. Bunda общий grammi 14.72 gram chiqyapti. Uzuni razmeri 18,5 razmerda ekan. Общий hammasiga qo'yilgan brilliant toshlarning karati 257 gram chiqyapti. Buni sizlarga grammini 175 dollardan hisoblab, общий narxini 2580 dollar qilib beramiz. O'zingiz xohlagan sipochkangizni kloniga o'tkazib taqib yursangiz ham bo'ladi. Daroshka brilliantimizning 3 qator brilliant toshda terilganligi, usti oq tilladan yasalgan, teylari sariq tillada, ziragi angliskiy zamokda. Bu komplektimizning общий og'irligi 14 gram chiqyapti. Uzun razmeri 19 razmerda. Buni grammini 176 dollardan hisoblab, narxini 2490 dollarga olsangiz bo'ladi. Brilliant toshlarining karati 120 karat. Rubin toshli brilliant komplektimiz juda ham arzon narxdan beraveramiz. Bu komplektimiz 21.07 gram chiqyapti. Uzuni razmeri 18, atrofiga qo'yilgan toshlarning o'zi 2.01 karat chiqyapti. Bu komplektni sizlarga 118 dollardan hisoblab, 2490 dollar qilib beramiz. Brilliant toshlari katta-katta qo'yib ishlangan komplektimiz, toshlarini qarang. O'rtasiga yaxlit toshlardan 4 qator qilib terilgan, teylari sariq tillada. Buni uziga 18 razmerda chiqyapti. Umumiy og'irligi 16.10 gram chiqdi. Buni sizlarga 3.06 karat toshlari bilan grammini 190 dollardan hisoblab, narxini 3060 dollarga beraveramiz. Oxirgi brilliant komplektimizni ko'rsataman sizlarga. Bu komplektimizga
5 karatdan oshuv brilliant toshlar qo'yilgan. 5 u 13 karat ekan. Uzuni razmeri 19,5 razmerda. Buni sizlarga shuncha toshlari bilan grammini $190 hisoblab, narxini $3650 qilib beramiz. Brilliantlarimizni ko'rdingiz. Sizga qaysi model yoqqan bo'lsa, men videoni tagida o'zimni Telegram akkauntimni qoldiraman. Agar sizga udobniy bo'lsa, Telegramdan yozing yoki-da nomeram yozib qoldiraman. Telefon qilib bularni xarid qilib olsangiz ham bo'ladi. Viloyatlar bo'yicha yoki-da Toshkent shahari o'zida yetkazib berish kerak bo'lsa, dastavkani qilib beraveramiz. Shuning uchun pastdagi nomerlarga murojaat qilsangiz, bularni xarid qilib olsangiz bo'ladi.